O'zbekistonda yangilik, qadrdonlar, bizani o'zbek tadbirkorlarini chet eldan orqada qolmasligiga harakat qilayotganini o'zi katta gap. Qadrdonlar, mana shu stilajlarni zamonaviy, buni afzalliklari juda ko'p. Bu to'g'risida hali ko'p video qilaman. Oldin gidroponik usulda qulupni yetishtiraman desak, mana bunaqa plastmaslar, kanalizatsiya trubalari, kakosiy qoplarni, har xil yaxshisini qidirishga harakat qilardik. Qadrdonlar, bular 60 ta qoldi. Zo'r yangiligim bor, mana. Qadrdonlar, Koreyada xuddi shu narsani internetdan ko'rganda qog'oz qilardik. Buni afzallik taraflarini hozir aytib o'taman. Drenaji o'zida hech qanaqa plastmaslar qo'y, boshqa qili yo'q. Buni ichida 2 qavat polovoy отоплениеga isitish tizimi o'tadi. Qadrdonlar, sizlarga agar qiziq bo'lsa, kommentariyada "Ha, qiziq" deb yozinglar. Men sizlar uchun mana shunga qulupniylarni o'tgan yilgidek ekilgandan hosili pishguncha videosini qo'yaman.